Xohlagan odam boy bo'la oladimi yoki faqat o'sha nasib qilgan faqat boy. Men ko'rganlar xohlaganlar bo'lgan. xohlaganlar bo'lganini ko'rgansiz. Xohlaganlar bo'lgan. Chunki bizlar bilan teng ishlagan bolalar ko'rganman, niyati bitta moddiy narsaga erishib olish bo'lgan bo'ldi. Televizorli bo'lish, mashinali bo'lish, va ko'raman, uydan zaten shunaqa kelyapti. Men oyim hech qachon menga zadachi qo'yilmagan, men bu narsa qilib kelishing kerak. Bo'ldi, mana shu yerda yurishing kerak. Mana shu yerda yurasan, tekinga uradimi, nima qiladi? Yig'lagan vaqtlarim bo'lgan uyda. Mana bunaqa bo'lyapti. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Boshim silinglar davay. Boshim silinglar davay. Zadachi fokusda moddiyatda bo'lmagan, yuqoriroq bo'lgan. Katta narsalar. Yuqoriroq bo'lgan. O'sha menimcha bank ko'rgan odamlarim niyati ham, harakati ham bo'lgan. Agar mayda narsada ko'rganmiz yoki bizdan prioriteti kuchliroq, pozitsiyasi kuchliroq qarindoshlarni ko'rganmiz, o'yindan chiqib ketib qolgan. Bizdan onlayn qo'shilib, bizdan zo'r pozitsiyasi bo'lganlar chalib qolganda.